Krausan somsa. Siz bunaqasini aniq ko'rmagansiz. Bu xamirni bor sir-sinoati bilan shu videoda ko'rasiz. 300 gram iliq sutga 50 gram eritilgan margarin, 1 gram droji, 1 choy qoshiq tuz, bitta tuxum va 600 gram un solib qattiq xamir qoramiz. Yaxshilab mushlab, tindirgani qo'yamiz. Xamirimiz oshirma xamir bo'lganligi uchun qancha ko'p tinsiz, shuncha chiroyli yoyiladi. Tingan xamirlarimizni 6 bo'lakka bo'lib, dumaloq shaklini berib, yoyish uchun un va kraxmalni aralashtirib olamiz. Bu somsani siri ham shunda. Kraxmal va un 6 ta xamirni hammasini barobar yoyib olamiz. Kraxmalli xamir bo'lgani uchun yopishib qolmaydi va yumshab erib turgan margarin suramiz. Keyingi xamirni ustiga qo'yib, uni ham ustiga margarin suramiz. Ketma-ketlikda 6 ta xamir tugaguncha takrorlaymiz. Rulet qilib o'rab, 2 soatga xolodilnikda qoldiramiz. 2 soatdan so'ng xamirlarimizni bo'laklarga bo'lib, jovasiz qo'l yordamida shunaqa savatcha shaklida ochib olamiz. Ichiga tayyorlagan qiymamizdan solib, 200 gradusda qizib turgan gaz pechiga ustiga hech narsa surmasdan jo'natamiz. Afsonaviy somsalarimiz tayyor. Videoni saqlanib qiling va bu gunoh tayyorlab ko'ring. Yoqimli ishtaha.